Assalomu alaykum akalar. Bizda navbatdagi mashina Gentra mashinasi. Bu mashinaga motor yog'larini va avtomat korobka yog'larini almashtirib berdik. Bundan tashqari antifrizlarni ham yangilab berdik. Mashinamiz qishga tayyor bo'ldi. Endi bonusiga chiroyli qilib motorlarni siskab beramiz. Ko'rib turganlar endi asosiy suv tegmaydigan joylarni lattalar bilan o'rab olganmiz. Endi siska davomidagi urib orasida qo'yganmiz. Bismillah. Akalar, mashinamiz tayyor bo'ldi. O'sha ko'p akalarimiz aytishyapti, videoda ko'rib turib, mashinani motorini yuvasan, unchalik o'zgarish bo'lmayapti deyishyapti. To'g'ri, mo'ykada yurganchalik toza bo'lmasligi mumkin, lekin kapotni ochganingizda ancha dit berib, yaltirlab turadi, xudo xolasa. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol o'zingizga murojaat qilasizlar. Xizmatlaringda bo'lamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Rahmat.